Agar sizda tovoningiz yerga bosganda og'riq bo'lsa va ostki tomonda tortish bo'lsa, demak sizda yo shpora bor, ya'ni tovon shporasi yoki plantarniy fatsit kasalligi bo'lishi mumkin. Hozir sizlarga bu og'riqni bir zumda yo'qotadigan usulni ko'rsatib beraman. Tovon shporasida mana bunaqa ko'p toklar va boshqa narsalarni oyog'in tagiga qo'yib masaj qilish, bu joyni urish, udarnovolnovoy terapiya olish yoki kuchli cho'zib turib masaj qilish mumkin emas. Nima uchun? Bular foyda bermaydi. Bu ishni juda ko'pchilik hamma joyda qilishgan. Ayniqsa shporasi borlar buni yaxshi bilishadi. Bu yerda itak mana bu tomir bor-ku, aponevroz deymiz, parda bo'ladi. Bu parda yallig'langan. Buni siz udarnovolnovoy qilsangiz, buni ursangiz, buni masaj qilsangiz, naborot ko'proq jarohat yetadi. Og'rig'ingiz naborot kuchayadi. Shuning uchun hozir bitta zo'r usulda aytib o'taman. Uni o'sha bitta bir marta qilganingiz hisobidan og'rig'ingiz kamayadi. Endi uzoq vaqtga buni lichina qilib, umuman bezovta qilmaydigan qilish uchun sizga sxema tuzib beraman. O'sha sxema bilan lichina olsangiz foydali bo'ladi va shporangiz butunlay tuzaladi. Demak, tovon shporasida ham, plantarniy fatsitda ham hosil bo'lishi qanaqa bo'ladi? Birinchidan, davolanish uchun birinchi buni hosil bo'lishini bilishingiz kerak. Nimaga sizda shunaqa shpora chiqdi, nimaga plantarniy fatsit bo'ldi? Shundagina siz to'g'ri davolaysiz. Buning asosiy sababi, agar siz sportsmen bo'lsangiz, ko'p yugursangiz yo ko'p tik oyoqda ish qilsangiz, masalan uchun sotuvchilarda bo'lishi mumkin, yo bank xodimlarida, yo administratorlarda, ya'ni doimiy tik turgan oyoqda ish qiladiganlarda ko'p bo'ladi bu narsa. Mana shu boldir suyagi doimiy qotgan holda bo'ladi, ya'ni tortishadi. Tortishning hisobida axil payi deymiz, tovonga ulangan pay bor orqa tomonda. O'sha narsani tortadi va suyak tashqariga, orqa tomonga tortilishini hisobidan oldi tomonda organizm kompensatsiya qilish uchun muvozanatda suyak o'sib chiqadi. Bu narsa tovon shporasi deydi. Agar siz uni operatsiya qildirsangiz, u yana o'sib chiqaveradi. Nima uchun? Chunki sizda boldir davolanish kerak birinchi o'rinda. Shuning uchun o'sib chiqaveradi. Buni davolash uchun asosiy e'tibor qiladigan narsangiz, yana bitta narsa, shirinlik umuman yemasligingiz kerak. Shirinlik ko'payganda ham aynan shu boldir mushagiga va oshqozon ichak sistemasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Keyingi muammo esa organizmda, ya'ni qon tarkibida kalsiy miqdorining ko'payib ketishi. Kalsiy qachon ko'payadi? Agar sizda tanangizda D vitamin, D3 vitamin yetishmasa, qondagi kalsiy suyakka o'tmaydi. Buning natijasida o'sha ortiqcha kalsiy qayerqadir borib yig'ilishi kerak. Birinchi o'rinda yig'iladigan joyi bu bosh miya. Ya'ni sizda kalsifikatsiya jarayoni boshlanadi. Bosh miyada kalsiy qon tomirlarida yig'ilganini hisobidan o'sha joylarda qon aylanishda buziladi. Biron narsani eslab qolishingiz qiyinlashadi va sekin astalik bilan tanadagi boshqa bo'g'imlarga kalsiy yig'ilishi boshlanadi. Mana qayerdan asosiy ildizi suyak yemirilishini, artrozlarni ildizi, o't tufagida tosh hosil bo'lishi, buyraklarda tosh hosil bo'lishi, bularning hammasi osteoxondrozlar aynan ildizi mana shu joyda bo'ladi. Ya'ni ko'p shirinlik yeyish va kalsiy miqdorining qonda ko'payib ketishi. Buni oldini olish uchun nimalar qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda shporani va plantarniy fatsitni to'liq davolatmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda kalsiy miqdorini kamaytirish kerak bo'ladi. Buning uchun siz nima qilishingiz kerak? Magnit sitrat degan tabletka bo'ladi. O'shandan kuniga bir mahal 1 oy davomida ichishingiz kerak. Ikkinchi qiladigan ishingiz bu D3 vitaminini 20 ming dozada ichishingiz kerak. Ya'ni 10 ming dozalikdan sotib olasiz va ikkita tabletkadan ertalab ovqatdan keyin ichasiz. Buni ham 1 oy davomida qilishingiz kerak. Mana shu ikkalasi kalsiy miqdorini normaga tushirib beradi. Ya'ni qonda ortiqcha kalsiy qolmaydi. Keyingi muammo esa bu shirinlik. Shirinlikni umuman 1 oy davomida yemay turishingiz kerak, to og'riq ketguncha. Shu 3 ta narsani qilishingiz shart. Keyingisi esa 4-inchisi bu mashq. Bu mashqni 20 martadan har kuni 3 mahaldan qilasiz. Birinchi marta qilganda o'zida og'riqni sezib olsangiz bo'ladi. Buning uchun baholash uchun o'zingiz mana tovoningiz bilan yurib ko'ring va og'rig'ingizni 0 dan to 10 gacha baholang. 0 degani umuman og'riq yo'q, 10 degani chidab bo'lmas darajada og'riq. Misol uchun siz yurib ko'rdingiz, 8 baho berdingiz. Ya'ni oldingidek chidab bo'lmas og'riqdan sal kamroq. Yo umuman og'riq kuchli bo'lsa 10 baho berasiz. O'sha bayagi hozir ko'rsatadigan mashqimni 20 marta qiling, ikkita oyoqqa ham 20 marta qilib bitta yurib ko'ring. Shu 10ingiz 9 yo 8 ga tushishi kerak. Keyin yana qiling shuni 20 marta. Bu sekin-sekin tushib boradi. Kun davomida 4-5 mahal 20 tadan ikkita oyoqda ham shporasi bor oyoqda
qilsangiz, o'sha birinchi kunda o'zidan sizdagi o'sha 10 baldagi eng kuchli og'rig'ingiz kamida 3-4 gacha tushadi. Bir hafta 10 kun davomida, 1 oy davomida bu mashqni qilish esa umuman shpora fatsit muammosini, og'rig'ini hal qilib beradi sizda. Magniy bilan, D3 bilan va o'sha kalsiyni kamaytirish, shirinlikni umuman yemaslik, bularni hammasi shporani keyinchalik o'sha o'sib chiqqan suyakni kichrayishiga olib keladi. 4-5 oydan keyin bu kasallikdan butunlay xalos bo'lasiz. Tovon shporasida va fatsitda osti tomondagi parda yallig'langani uchun buni cho'zish mumkin emas. Naborot, oldi tomonni cho'zish kerak va ostini, oyoqning tagini qisqartirish kerak bo'ladi. Bu mashqni 20 marta kuniga 3-4 mahal qilishingiz kerak. Mana xuddi mana shunaqa oldi tomonni cho'zasiz. 20 marta qilish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, fatsitni faqat oldi tomon emas, orqa tomon ham tortadi, axil payi deymiz. O'shaning uchun boldir qismini massaj qilish kerak va massaj qilish paytida qattiq siqib ushlab turasiz. Ushlab turgandan keyin oyoqni o'zingizga tortasiz va qo'yib yuborasiz. 1 2 1 2. Bunda men pastki tomonga ham cho'zilish kerak. Oldiga tortganimizda o'zimizga ham maksimalni tortishimiz kerak. Buni ham kuniga 3-4 mahal 20 martadan bajarasiz. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, sizda shpora, tovonni tagida og'riq va nerv tortish, ya'ni boldirda tortishib og'riqlar bo'lsa, ukol ham olgansiz, mashqlarni ham qilgansiz, lekin foyda bermagan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan 90lik 022 56 00 ni Telegram'iga analizlaringizni jo'nating, hammasini ko'rib beraman va konsultatsiya qilaman. Agar sizga kanalda berib borayotgan videolarim, undagi mashqlar, maslahatlar foydali bo'layotgan bo'lsa, uni boshqalar, sizga o'xshab qiynalib yurgan odamlar ko'rishini xohlasangiz, video tagidagi podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Shu orqali siz ko'proq odamlar shu videoni ko'rishiga va ular ham foyda olishiga hissa qo'shgan bo'lasiz.